barcha qatnashchilari va biz bu Xalq banki davom etgan kichik boshqarsin turdilar shotib hozirgi kunda mana sonli yuridik shaxslar tadbirkorlar o'tkazib bu yerda avvalo Xalq bankida yuqorida ko'rsatilgan imkoniyatlarni keng jamoatchilikka tanishtirish, ya'ni hozirgi kunda chiqadigan qarorlar ham har bir tadbirkor bizning qarorimiz to'g'risida prezident ikkinchi sonli tadbirkorlar qo'llash va 306 tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha kreditlar olish yuzasidan hozirgi kunda Xalq bankida juda ko'p imkoniyatlar va mijozlarga xizmat ko'rsatish, mijozlarni oson yengil bo'lish, ya'ni bu yerda hozir bankda kelib turgan avvalo bu imkoniyatlardan mijozlarga kassa xizmatlarimiz bor. Bu yana kreditga oid xizmatlar va boshqa